Barcha fermerlar diqqatiga o'zimni tajribamdan juda ham katta foydali kavrak o'simligi haqida aytib o'taman. Ham savolim bor. Ozgina tajribam 5 gektar ekdik. 5 gektar bizlar uni ko'chatga ekiladi, o'zi hosilga ekiladi. Bizlar ko'chat uchun zich qilib ekdik. Uni hosilini ham oldik, sotdik ham. Deylik, gektariga 3 millionta urug' sepsangiz, o'rtacha hisobda bu pasti baland bo'ladi. Endi shuni hozirgi kunda 3 mingdan sotsangiz, hisoblab ko'ravering, u necha milliard bo'lib ketadi. Mana shunday foydali, ham qonuniy, hamma taraflamay juda ham yaxshi o'simlik. Endi savolim, biz 5 gektarga 40 zil qo'yini go'ngini sepdik, porisini. Bitta kavrakli joyiga yuzlab begona o't chiqib ketdi. Savol shundan iboratki, nima qilsa kavrak o'simligidan begona o't kam yoki umuman chiqarmaslikning yo'li bor. Shunday zo'r foydali biznes, lekin begona o't eng birinchi o'rindagi buni hosilini kamaytiradigan narsalardan ekan. Mana shuni kim javob bilsa kommentariyalarda yozsin. Kerak bo'lsa mening tajribalarimni yana ulashaman. Qanday ekish kerak, uni qaysi paytda ekish kerak, qaysi navini ekish kerak, agrotexnikalari, o'zimning tajribalarimni ham ulashaman.